Uylanish bo'sag'asida yurgan yigitlar odatda uchrashuvga o'zlarining tasavvuridagi go'zal qizlar kelishini kutishadi. Afsuski, unday bo'lmasligi ham mumkin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, kenay charchamayapsizlar? Yaxshimisiz? Men ishda chiroyli qiz ko'rmadim, Nargiza degan. Kim? Nargiza. Voy, manman Nargiza. Hazillashmi? Voy, ismingiz Ahmadmi? Ha? Uchrashuvga chiqdingizmi? Ha. Manman o'sha Nargiza, voy. Adez rosa o'g'il xolagan ekanlar. Tushunmadim. Yo, o'zingiz haqingizda gapirib bering demoqchi. Ha, men Yuridiskiy universiteti tamomlaganman. Adajon hozir Amerikadalar. Baby, you understand me now. Adajonimiz Amerikada ishlaylarmi? Voy, zo'r va. Nima ish qiladilar? Shu furadalar. Fura haydaylarmi? Yo'q, haydamaylar. Qo'llarida 2-3 furalari bor. O'shani boshqaradilar. Baby, you understand me now. Adajonimiz 200-300 furalari bormi? Voy, buncha chiroylisiz. O'sha zo'r va. Lekin hozir bankrot bo'lib qolganlar. Lekin Las Vegasga ketaman. 20-30 ta restoranim bor. Tinchgina o'shani boshqaraman dedilar. Baby, Lekin o'lsin, u ham sherikchilikda de. Bo'lmaydi, O'zbekistonga qaytaman. Menga qarang, voqealarning oxirida Adajon sastayanida tugillarmi? Yoki tugillarmi? Sastayanada. A yo'q, endi to'yib boshlaymiz. Hurmatli erkaklar, ayolingiz bilan butun umr sog'-salomat, baxtli yashashni istaysizmi? Unda iltifotli bo'ling. Dadasi? Uy. Menga qarang. Uy ishlaridan hamma narsadan charchab ketdim. Iltimos, onamni ko'rib kelsam maylimi? Mayli. Onam bilan 10 kunga Turkiyaga borib kelsam maylimi? 10 kunga Turkiyagami? Mayli. Ha, qachondan beri mayli bo'lib qoldi? Ha? Biza ketganimizda uyga 3-4 tasini olib kelib olib, ha, qizlarni o'zingiz, ha, yo'qligimizda. Mayli. Davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi qishloqdagi tengdoshim ko'rsatuvidan original lavha. Assalomu alaykum, qishloqdagi tengdoshim ko'rsatuvining ashaddiy muxlislari. Bugungi suhbatimizni otaxonlarimiz bilan olib boramiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum ota. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ota, keling. Yaxshimisiz? Voy, sigir nos tiplabdi. Ha, yaxshi, keling, tanishib olamiz. Ota, ismingiz nima? Meni ismim Sherqo'zi ota, ofitsal. Sizchi ota? Mamarayim Singer. O'zingniki nima? Jamol. Jamolmi? Yo'q, prosta Jamol demoqchi Ha, edim. yaxshi, nega kelding? Ota, bir qishlog'ingizda tadbirkorlik bilan shug'ullanadiganlar bor ekan, siz ham tadbirkorlik bilan shug'ullanasizmi? Bor, biz hech ham shahardan kam joyimiz yo'q. Ha. O'tkayla shahardan bir ikkita galis taqqan odamlar keldi. Gapirdi, biz chapak chaldik. Ha, rasa chaldik. Keyin sheriga chiqib gapirdi, u ham gapirdi, yana biz chapak chaldik. Rasa chaldik. Keyin ular bizga jo'ja berib ketdi, jo'ja. Ha. Qanaqa jo'ja? Tuyoqish jo'jasini. Ha. Katta qilsa o'zimiz 3 ming dollardan olamiz dedi. Voy, yomon bo'ldi bari. Tuyoqish yomon, nafsi yomon ekan. Kampir ovqat yemadi tuyoqish yerda. Yomon yedi. Nevaralar ishlasa yemadi tuyoqish yerda. Yedi. Men mayiz yemadim tuyoqish yerda. Oxiri tuyoqish sotolmadi, kampir tuyoqish yerda. Menga qarab, tanish ko'rinyapsan, qayerda turasan? Chilonzorda. Chilonzorda turasanmi? Yo'q, yashayman. Qanaqa yashaysan? Olmani yashigimi, o'rinimi? Istiqomat qilaman demoqchi edim. Qanaqa qomat qilasan? G'azal. Ota, bir ko'rinishingizda zabardast, baquvvatga o'xshaysiz-a? Yana poyladingmi, ha? Yana poyladimmi? Yo, bu bugun kelgani. Bugun kelganmi? Bilmaydi. Ota, Ha. qishlog'ingizda turizm rivojlangan ekan, shularni gapirib bering endi. Juda ham zo'r. Bizni qishloqqa bir kelgan odam qaytib keta olmaydi. Nimaga, chiroyliligidan, go'zalligidanmi? Yo'q, razvorat yo'q. O'tkayla hokim bo'lga aytsam, razvorat qilib ketvordi. Ota, kampir bilan qanaqa tanishgansiz? Kampir bilan musobaqada tanishganman buni. Kampir gimnastikachi edi-da. Bir payt eshik ochildi, kampir salto otib kirib keldi-yu. Bitta sakrab shpagatga o'tirdi, o'shanda sevib qolganman bolam. Shu shpagatdan keyin sevib qo'yganmiz? Yo, shpagatgacha sevganman, shpagatdan keyin uylanganman bolam. Qo'ymaysiz. Ya, o'sha qo'yib yubordimi? Bor tutib kel. Ota, xotinga xiyonat qilganmisiz? Ya, qilmaganman. Почти.
Hashtingiz nima? Qilmaganman deyapman-ku. Ha, otasizchi xotinga xiyonat qilganmiz. Biz mujikmiz, qilganman. Tuyaqushdan keyin qila olmaydigan bo'lib qoldi. Rostdan ham qilganmiz. Chingalchik bitta gapiradi, qilganmiz. Ota, sizni qishloqda anu xotirasi eng kuchli odam deyishdi. To'g'rimi shu? Ha, tuyoqsh go'shti yesang zo'r bo'lib qoladi. Hamma mashinalarni yoddan aytib beraman. To'ppa. Qani aytingchi? Ha, 712 oq Nexia, 713 qora Nexia. 713. Bo'ldi, o'zi ikkita bor. Bitta zaksga boradi, bittasi to'yga. Yur senga o'shani ko'rsatamiz. Yur. Qara dalalaga. Barchamiz bilamiz, televideniyada boshlovchilar yangiliklarni rasmiy ravishda e'lon qilishadi. Ana endi tasavvur qilib ko'ring, o'zicha ko'cha bolasi bilan televideniya boshlovchisi yangiliklarni e'lon qilganda qanday bo'lardi? Assalomu alaykum. Dunyo xabarlari bilan Jamshid Jayron. Solla yaxshimi? Korrupsiya haqida dars o'tayotgan domla talabalardan pul olayotganda qo'lga tushdi. Короче, zapal. Ob-havo yangiliklari Yevropadan sovuq havo oqimi kelish munosabati bilan yurtimizda havoning keskin pasayishi kuzatilmoqda. Ob-havo bilan tanishtiramiz. Ob-havo o'ynayapti-yu 10500 10600 lar atrofida. Siyosiy xabarlarga o'tamiz. Kecha mamlakatimiz rahbari Turkmanistonga tashrif buyurdi. Siyosiy xabarga o'tamiz. Kecha mamlakatimiz prezidenti rasmiy tashrif bilan Turkmanistonga yetib bordilar. Qo'rqasan, ha? Hurmat qilaman. Odatda qizlar uchrashuvga chiqishganda o'zlari chiroyli ko'rinish uchun yoniga xunuvroq dugonasini olishadi. Hurmatli qizlar, xijolat bo'lmanglar. Bunaqa holat yigitlarda ham uchrab turadi. Ana endi tasavvur qiling, uchrashuvga chiqishganlarning 4 talasi ham xunuk bo'lganda qanday bo'lardi? Bo'lmasa tashashib bitibdi pivi choringlar. Davom etamiz. Bizda navbatdagi sahna ko'rinishi Yevropada futboldan so'ng muxlislar qanday holatda bo'lishadi? You will never walk alone, Liverpool. You will never walk alone, Liverpool. You will never walk alone, Liverpool. Muxlislik qilishlik borasida o'zimizning futbol fanatlari Yevropadan qolishmaydi. Navbahor. 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 Assalomu alaykum hurmatli Futbol TV kanalining ashaddiy muxlislari. Biz bugun Navbahor futbol klubining ashaddiy muxlislaridan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Marhamat, kimdan birinchi boshlaymiz? Endi hakamlarni aytadi. Men gapiray. Marhamat. Ayt. Marhamat. Assalomu alaykum. Namanganda futbol o'ynadik-ku. Toshkentdan kelib yutib ketaveradimi? 11 yo'qadi-ku. Paxtakorga beradi-ku. Sport qo'mitasining reislari, mutasaddilar Rushan Ermatov qaqaritdi. To'xta. Agar hakamlarning to'g'ri sud etsa, Navbahor Liverpoolni ham uradi. Manchesterni ham uradi. Barselonani o'ylab ko'radi. Real uradi. You will never beat the one. Navbahor. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda so'zsiz muhabbat deb nomlangan videorolik tarqaldi. Ko'ramiz, ushbu rolik Bravo jamoasi talqinida. Muhabbat sen chiroylisan, muhabbat sen go'zalsan, kel ko'rishib turamiz, salomlashmay uyalsang. Muhabbat sen chiroylisan, muhabbat sen go'zalsan, kel ko'rishib turamiz, salomlashmay uyalsang. La 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 la
Nima dedi? Hammani oldiga yetolmayman, bir burchakda ko'rsatib berishim mumkinligi. Menimcha hayotimizda ishlarni taqalgan vaqtda xotirjam hal qilishga o'rganib qolgan insonlar ham uchrab turadi. Shu kabi insonlar yuqori lavozimda ishlasa-yu, ularning faoliyatini nazoratga olib turuvchi xodimlar tekshiruvga kelib qolsa qanday yo'l tutishadi. Demak, ko'ramiz bizda chekka qishloqdagi tekshiruv jarayoni. Nargizaxon, menga qarang, siz ana tikuvchilik sexi ochaman dedingiz, ha? Biz sizga kredit ajratadigan bo'ldik, tushundingizmi? Advokatini kechasi 1:30 deb kelasiz. Reis buva! Ha, nima deysan? Reis buva! Yangilik! Hop, Bir haftadan keyin qishloqqa komissiya kelyapti. buni yangiligi ham o'zidan sovuq. Hali bir hafta bor ekan, boshimni qatirmay yo'qol. Qarang-da, Ko'zimni aytdim-da. ko'rma. Siz menga qarang, ha. Siz ana tort pishiradigan sex ochaman dedingiz. Tortlaringiz menga o'xshagan katta-katta. Lekin mazasi o'zingizga o'xshagan shirin emas. Shirin qilib pishirishni o'rganing, tushundingizmi? Sizga Reis buva! Yana nima deysan? Esingizda bir kun qoldi qishloqqa komissiya keladi. Hali siyli bir kun bor ekan, boshimda qatim bor, nari qo'ying. Qarang-da, aytdim-da. Siz ana salat qiladigan sex ochdingiz, shu faqat koreyskiy salat qilavermanglar. Qishloqda bitta ham it qolmadi. Bir o'zbekcha salatlardan qilinglar, tushunarlimi? Reis buva! Ha, yana nima deysan? Ey, bir soatdan keyin qishloqqa komissiya kelyapti. Nima? Ey, yangang emas, komissiya kelyapti, tur hammani chaqir. Tozala hammang, yul tozala. Toshkent doktor bu yoqqa kel. Ha, qatta yuribsan, qatta yuribsan. Reanimatsiyada kasallarim yotibdi. U kasallaring ham bekor yotmasa, hammasini olib chiq. Archani yashilga bo'yingsanlar bo'l. Tozala gilamni sol. Tozala hammang. Qo'lingni ko'ksiga qo'y, kul. Tirjay hammang keladi hozir. Tirjay, kul. Kul hammang hozir keladi, yorib yuboradi lekin. Reis buva! Ha? Komissiyani ko'rmadingizmi? Men shaytaman. Vajohatingizni ko'rib men ham qo'shilib ketibman-da. Yo, komissiya siz uni qilmang, to'g'ri kelmang, men o'zim artaman buni. Ha, rais, oldin siz orqani artib oling. Nima uchun sizga bunday termilib turganimizga hayron bo'lmaysiz? Chunki o'tgan 2 yil insonga qanchalar aziz ekanligini ko'rsatib qo'ygan bo'lsa, biz ham muxlislarni qanchalar qadrli ekanligini yana bir bor tushunib yetdik. Nurli yuzingiz va o'zingizga yarashib turgan samimiy kulguyingizni sog'ingan jamoa. Bravo jamoasi! Barchamiz bilamizki, turli kasb egalari bir-birlarini ko'rib qolganda odatda o'z kasbidan kelib chiqib salomlashadi. Masalan, haydovchilar bir-birini ko'rib qolishganda. Akaxon yo'lda bitta radar bor. Bo'lmasa bunaqasi ketaveramiz. Ana endi massajchilar bir-birini ko'rganda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omonmisiz? Bo'lyaptimi? Uydagilar hammaliga yaxshimi? Boshqa Yuring. Mashina. Ana endi bangi kashandalar ko'rishganda. Sunnat ustasi o'z mijozi bilan 20 yildan so'ng ko'rishganda. Ha, baqir-chaqir to'paloqla qiluvding. Foydasi bor ekanmi? Ha, zo'r bo'lyapti. Ayrim san'atkorlar ko'rishganda. Xizmat ham tugadi, mana chiroyli bo'ldi, mazza qildik lekin. Ana endi ayrim ayollar ko'rishganda. Voy qo'shni yengilingni eshitdingiz, mani Ruslan bor edi, gaplashib yuradigan yigitim boshqasiga uylanib ketdi. Men unga ishonib yuraman, uylandim, qancha kutdim, oyimga ham aytib qo'ydim. Oradan oylar o'tdi. Eshitdingizmi Rustammi? Ajrashibdi. Men o'zi qarg'udim-da, uni qarg'ishim. Oradan yillar o'tdi. Yomon bo'lib ketgani uchun qaytib keldi, yarashaman dedi. Bekor yarashibman. Assalomu alaykum. Baribir Kapitan Boltaboyev. yarashyapti basharasi. O'zani Malibodagi bola yaxshi. Kapitan Boltaboyev. O'shanga yarashishim kerak edi. Malibu
bu nega bormayman? Rustamni eshitdinglarmi? Nima bo'pti? Kapitan Boltaboyev. Durdona Qurbonova sizmisiz? Ha, manman. Sizni eringiz 1 yildan beri qidirib yuribdi, oldimga tushing. Voy, yerga teganim eslashib qoldi. Voy, to'xtanglar. Ana endi xaridor va qarzdor ko'rishganda. Sinfdoshlar 60 yildan so'ng ko'rishganda. Atting qursin. Tamom bo'pti-ku. Yaxshi ham uylanmaganim. Ana endi kinnachilar ko'rishganda. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zi yaxshimisiz. Va nihoyat biz kutgan, siz kutgan, menimcha barchamiz kutgan Botir Qodirov va Shohjahon Jo'rayev ko'rishganda. Yuring endi. Yuring. O'xshatmasdan yuringlar endi. Qani o'zi? Kelinglar. Kerak, men so'rashmayman. Bitta ko'rishib qo'ying. Yo'g'u 4 metr qoldi. Qani? Ko'rishinglar. Bitta qarang. Yo'q mana, qani? Bitta qarab qo'ying. Voy, munosabatlarni kim bitta qo'ydi? qarang. Vahshiy zo'ri. To'pini ber. Ko'rishinglar endi ana. To'pini menga ham ber. Qani? Tordi ber. Tordi ber, tordi mana. Ijtimoiy tarmoqlar orqali turli tabiblarning faoliyatini guvohi bo'lmoqdamiz. Bu tabiblar orasida rostlari ham bor, mastlari ham bor. Menga qarang, bu meni o'chirtimi? Hop, kelinglar, kelinglar. Shetdamizda ahronalar uzumdan yomonglar. Bilasizlar, bemorlarimiz kelibdi, bilasizlar, mendan bas. Hop, hamma ko'pagan, hamma navbat bilan keladi. Tushunarlimi? Tushunarlimi? Keling, singlim. Nima? Mana shunday qilaman, tuzalasiz, bo'ldi. Men erimni olib keldim, hozirda tez olib keling. Ha, eri bilan bo'lsa, unda navbat bilan kelasizlar. Ha, birinchi bemorimiz, bilasizlar? Ha, qaydan keldingiz, qani? Kechirasizmi, ahraningizmi? Voy, marras. Vat manaqa syomka qilmaysizmi sen? Chiroyli qilib. Kechirasiz. Videolar chiroyli. Keling. Men Beloretgan, menman. Keling, yaxshi keldingiz. Qaydan keldingiz? Surxondaryodan keldim. Surxondaryodan kelibdim mana. Oh, rosa katta bo'lib ketibdi mana. Temang, remenim u. Ha. Remenmi bu? Buni olib tasam, ishdan tushib ketadi. Ha, shunaqa. Ha. Qalay. Oryapti? Oryaptimi? Endichi? Oryapti baribir. Endichi? Oryapti. Endi. Bo'ldi, tuzalib qoldi. So'r, mazaq. Yomon ekansiz. Tuzaldimi, gapirib yuboring mana edi. Yorvorar ekan, qarang nima. Voy. Ko'rdingiz. Keling, kengiz. Assalomu alaykum. Hozir emas. Buni o'chirib tasha. Ha, keyingi bemorimiz, keling. Assalomu alaykum. Qaydan keldingiz? Surxondaryodan keldim. Surxondaryodan kelibdi. Mana. Mendan bas, bilasizmi? Mana mendan bas. Qani? Qalay? Qalay, yaxshimi? Qimillayapti. Qalay. Nimalar qildingiz? Buni qarang. Ana. Buni qarang. Zo'r, o'zi qaytingiz og'riyotgandi. O'zi tishim og'riyotdi, qarang. Ey, sen teatralni 3-kurs yana parod qilishing bor. Men qanaqasi beling tuzasam tishim og'riyapti deysan sen. Boshdan kelingmi? Bel degandik-ku. Boshqatdan kel bo'ldi. Ha, bo'pti. Buni o'chirib tasha. Ana Surxondaryolik Qosim birinchisi bor haliga. Assalomu alaykum. Mana, keling mana. Mana shunaqa odamlar, kechirasiz, men sizni qayta ko'rganman. Idorada. Ana, idorada.
Endi idorada o'tiraverib odam beli grijov ketadi mana. Qalay, ketdimi? Ha, ketdik. Qaqa ketdik? Men sizni qayerdadir ko'rganman-da. Qaysi idorada ko'rdim? Ichki ishlar vazirligida kelamiz, kabinetda o'tirib gaplashdik. Bu ishlarni boshqa qilmayman dedingiz. Lazgiga tushmayman dedingiz. Voy! Ha, esladingizmi? Ha, unda formada edingiz-da. Shu ministrlarga besh ketaman-da shu. Ha, qani ketdikmi? Ko'pchilikni davolaydi shu. Meni qo'lim ham sal qaltirab qoldi shuni. Ha, buni davosi bor bizda. Bormi? Hozir bunday qilamizda bir narsa shunday taqamiz sirasi tuzalasizda. Voy, yaxshi o'qoldim lekin. Yo, bir podvalda 6 oy licheyni olmasangiz bo'lmaydi. Qani ketdik. Salom. Jahonda odobning bu jihatiga e'tibor bermaydigan biror bir xalq yoki millat yo'q. Dono xalqimiz aytgandek, gapning boshi kalom, odob boshi salom. Chunki haqiqiy bandalik birla saloming ham ibodatdir. Agar Tangring uchun qilsang, tijorat ham ibodatdir. Agar Tangring uchun sevsang, muhabbat ham ibodatdir. Xabar oldingmi bemordan, qarindosh, do'st, musofirdan, birovni yo'qlasang dildan, ziyorat ham ibodatdir. Agar jufti halol birla ko'ngil xushlik qilar bo'lsang, falak shohid, malak hozir, shu suhbat ham ibodatdir. Otang birla onang ko'ngli butun Ka'ba tavofidin. Ular xizmatida bo'lsang, shu xizmat ham ibodatdir.